Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi navbatdagi sotib chiqqan ko'chmas mulkimiz bilan sizlarni tanishtirib, ma'lumot berib o'tamiz. Uyimiz Urganch shahrining zo'r lokatsiyasida, Beda Detskiy больница и Hamza maktabni, ya'ni 6-daha ro'parasida, Tirishlik ko'chasi. Uyimiz 2 etaj, podval bilan qo'shib hisoblasak, plus 3 etajli joy. Podval ham podval. Azammasini ko'rsatib o'taman. Zamonaviy uslubda qurilgan, yana panoramli aynalar zo'rindan, ichalari zo'r materiallardan ishlatilgan. Birinchi etaji 100% pishgan karushdan qurilgan. Bu yerda bu joydan 3 qurilgan. Devori bir emas, qo'ng'ishlanki bilan addinni har qaysini. Shundan ma'lumotni aytib o'tamiz. Shularni plus bu yerda sentralniy kanalizatsiya bor. Ana uyning eng plus tarafı. Beda kanalizatsiya qazdırib, başının dolub, başı muammolar yo'q. Sentralniy kanalizatsiya. Birinchi etaj aytganimizning pishgan karush 100%. Giraverish darvozalarimiz yana. Az ko'cha tarafdan ko'rsatib o'taman. Mashinamizni to'g'ri garaja tiqib beraverasiz podval tarafi. Podvalni bir ko'rsatib o'ting. Shu vaqtda ichkarini ko'rsataveramiz. Ichkarini remonti ham ajoyib. Yana podvalimiz. Mashin 3 mashin sig'adi beri. Shurib kelasiz yana 3 mashin sig'ib turadi, undan boshqa joy ham bo'ladi. Uyni 2 etaj ham 100% topli polatilgan, shu depalari etajlarga ketgan topli polni zapchaslari, bu yoqda nasos и otoplinasi. Bu yerda kichkina bir bog'cha qoldirilgan, 2 metr joyni enicharlik. Bu podvalimizni plus bu yoqda yine berine 100% podvalni kaldırılgan faydalanış için. Tabii yine su sistemi hammasini görüp durasız. Shpaklovkadan çıkarıp akfon berib koyup durlar taptaza etib. Pastasi tashga aytib o'tganimizning sentralniy kanalizatsiya su kelsa ketaveradi o'zi. To'lib qolmaydi. Bular ham e'tibor etasizlar, ishlatilgan muromonlari cho'tki etib. Uyimizin narxini video davomında aytib o'tamiz. Bismillah. Uyimizga shundan chiqib kelamiz yana. Yana beda to'g'rimizdan qurilishlar bo'lib turibdi, qo'shnilar. Yana. Biz xonadonimizga giramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yana giraverishimizda shunday ajoyib qo'livadon narsalar kutib oladi bizlarni. Yana piroxoshka, lyustralar asilgan, oboy bosilgan, eshiklarni e'tibor etasizlar, qismdan qo'yilgan bir premium klassdagi. Yine aynaları, başkalar, yine dekoratif paneller. Xonadonimizga giramiz. Bismillah. 100% tayyor holatda döşovlari bilan doğru girib yashayverasizlar kelib. Urganchning Kak sentrida. Lyustralarga e'tibor etasizlar. Yaxshisidan 2,5 millionlikdan qo'yilgan. Uy neoklasika uslubida toza zamonaviy usulda remont etilgan dalani. Pastda topli pol deb aytib o'tdik. Plus registrlar qo'yilgan. Laminatni endi hozir yana ham ko'rsataman, men ham ko'rsatib o'taman. Bu rossiyskiy zo'rindan qo'yilgan. Ochiq svetlardan zo'r etib ishlatilgan. Hamma narsa, eshiklar ham ochiq svet, oboylar, boshqasi. Ishlar endi bu narsalarni e'tibor etasizlar, bu eng qimmatlari bular. Zalimiz. Perdelerni zo'rindan tiktirib, zo'r etib qo'yibdilar. Oboylar ham neobishni eng zo'rlaridan qistirolgan. Yana xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Bera televizor nasib berasa, lyustra, patolog hammasi tayyor. Pastdagina laminat ustidan g'alalar bo'shalib turibdi. Aynasi panoramni aytib o'tganmiz, yaxta olib turadi, yaxta tushib. Bu yana zinalarni, bu tavallarni e'tibor etasizlar. Buni yaxshisidan qimmat narsalardan ishlatilgan mesela. Bu yerda endi hammamizni ko'rsatib o'tadi. Birinchi etajning sanuzeli. Bitishgalar ishlaydi. Svetni yaqqandan havo tortib boshlaydi. Qo'lyodon rakonasi, suv tushadigan vajlarini pasa. Shu narsalarcha qo'yilgan suv ketsa tortib ketadi. Unitozi, ariston, suv qizdirib beradi.
Kafel da patolog. Zinani teyi şimdi bir mesdayna kaldırılığına narsalarınızı koyup kurasızlar. Ya da kuxnamızı görsatib o'tali. Mana. Ben bağ tarafa qaragan aynası kuxnasıyla 100% tayyor holatda. Beri şu narxın içinde xohlagan mebellarınız kuxunni mebel koyup beriladi. Uyni birinchi etaji 100% pishgan karushdan yana bir aytib o'tamiz. Plita bilan bostirilgan. Birinchi etajdagi spannimiz. Yana registrlari, to'pli pol, laminat, aboy, patologlar, lyustralar hammasi tayyor perdelargacha. Demak, xud qoldirib o'tirilgan bilan e'tibor etasizlar. İkinci etajımıza çıkamiz. Bismillah. Beraber e'tibor etasizlar. Şimdi nima ishlar bor yerlar beri ayna. Svetini yakamiz. Beni sal karanlık bo'lib turibdi, eshiklar beklar bor. Dapada 4 xonasi bor. 2 zal, 2 spanyasina. 1, 2, 3, 4. İkinci etajdagi sanuzilimiz. Esa başlayımız bir yandan xudo xolasa. Şu balkonlu bir zalından başlayverali. Yine katta zalı. Birden balkona chiqadi, açık balkonu bor. Remontlar e'tibor etasizlar. Odamni bir nervlarini uspokоить beradi on. Ajoyib svetlarda ishlangan. Balkonimizdan bo'shatib o'tadi. Katta balkon chiqib duradi. Yine uyimizning holati döşelgen hammalar 100% tayyor. Tak. Bu yandaki yana bir zalimizni ko'rsatamiz. Yine katta zali bor. Remontlar e'tibor etasizlar. Вообще bir klassik, neoklassika uyg'unlashib ketgan. Bir de panoramli aynalar ko'rgan katta aynalar qarang bu. Yine deyim, rajlaram qo'yib berilgan keyin. Past to'pli pol lekin 100% ikkinchi etajdan. Yana televizorni asib beradi, yine panellardan ko'rgan chiroylatib. Bu yanda 2 spannisi bo'ladi yana. Bir xil razmerda tushgan. Yine bu spannimiz açık svet aboylardan qilingan, yine perdeler asılgan, patologlar, lyustralar tayyor. Pastlar g'oli döşelgen. Laminat. Yine to'pli pol dedim bu ikinci etajının instrumentler mebel bilan beklep beriladi. Hurmatli obunachilar, bu yerda uyimizning ikinci spanniyasi. Perdeler, g'olalar, hamma narsa tayyor, 100% tayyor, girib yashayverasizlar kelib. Aytganimizning pastda to'pli pol, eBay'da registr plyus. Sıkkına bo'lib turadi, qishda bu taraflarni g'am yemaysizlar. Uyimizning son ikinci etajdagi sanuzelini, rakovina, unitas, yuvinadigan joylari, trap tashab ketilgan bu yerda. Yine simisiklari ham yaxshisidan qo'yilgan, havo tortib turadi. Ventilyatsiya sistemalari ham mavjud. Uyimizin narxi $110.000. Kimni qiziqtirsa ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hujjatlar 100% tayyor. Endi bu yerda nelerimiz bor? Uyimizda variantlar bor. Pulni masalan yetmasa bo'lib berish, barter, yana ne deymiz? Hujjatlar 100% tayyor. Shunday variantlarimiz bor. Barter, bo'lib berish. Uyni qimmatda ishlashingiz mumkin, lekin buning lokatsiyasi zo'r. Sentralniy kanalizatsiya, pishgan karush, отдельный stena. Endi uy yaxshi materiallardan qilingan. Ash taraflarni e'tibor qilasizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.